Aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Hürmetli Müslüman aka birodarlar. Allah subhanahu ve taolaga hamd sanolar bo'lsin. Payg'ambar Muhammad Mustafa sallallohu alayhi ve sellemga Allohning salovati va durudlar bo'lsin. Biz 27 aprel mana shu Afrika va Ugandada musulmonlar uchun hudud qarshilikka biz inshaalloh murojaat qilgan edik. Mana shu bizni mana Ehson Qayum fondimizni tomosha qilayotgan barcha tomoshabinlarga Allohning izni bilan inshaalloh biz mana bugun mana shu Afrikaga pul ishni to'xtatdik, bugun yopdik. Bugun Allohning izni bilan mana birodarlar yanimizda mana bir quduq uchun inshaalloh summa jamg'arma yig'ildi Allohning izni bilan. Mana bu summani bergan aka birodarlardan Alloh taolo rozi bo'lsin. Bu summalar birodar sadaqa joriya. Hozir quduqqa start berildi, kechadan boshlab bugundan harakat boshlandi birodarlar. Ana shu quduqdan birodarlar qanchalagan insonlar foydalanadigan bo'lsa, ana shuni ajriga shuni bergan insonlar duo qilgan, harakat qilgan, video tarqatgan hammamiz mana bu ajr savobga sherik bo'lamiz. Chunki oyatda ochiq aytilindi, kim zarra misqol yaxshi amal qilsa uni ko'radi dedi Rasululloh. Alloh taolo va kim zarra misqol yomon amal qilsa uni ko'radi dedi. Demak bu sadaqa joriya zarra misqol amal emas, balkim bu juda ham katta amal. Birodarlar, undan tashqari inshaalloh hozir biz birinchi quduqqa start berdik Allohning izni bilan inshaalloh. Va yana ba'zi akalarimiz bor inshaalloh bizga Xudo xolasa u akalar ham nasib qilsa omonatlar hozir to'liq kelmadi. To'liq kelishi bilan keyingi quduqlarga ham start beriladi inshaalloh birodarlar. Mana bu quduqlarimiz Allohning izni bilan tez kunlarda mana shu muhtojlar uchun Ugandada inshaalloh Afrikada quriladi va uni videolarini albatta sizlar bilan ulashamiz. Keyingi videolarimizda, o'yinlarimizda befarq bo'lmanglar aka-ukalar. Bu Ehson Qayum fondimiz qo'limizdan kelgancha jamoatimiz bilan Qirg'iziston Respublikasiga mana shunchalik barcha kam ta'minlangan musulmonlarga qo'limizdan kelgancha harakat qilamiz. Inshaalloh Alloh taolo yuzlarimizni doim yorug' qilsin va amallarimizni qabul qilsin, riyodan Alloh taolo saqlasin. Alloh taolo rozi bo'lsin birodarlar. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.